Распаковка денег. Başlayalım. Şimdi har xil rangimizda. Razmeri shunaqa. Mavisi, qalbi. Mor. Bu esa tuxumli lampa. Bu safar bu lampali raspakowkalar ko'p. Proyektor. O'qini bundan oldingisida ko'rsatgandim. Bu safar ham o'qi, ham rangli tuxumlar bor. Pulti, обязательно kitobi. Paket bo'ladi chunki sinib qolmasligi uchun. Bunda rang bor. Поставкасы. Зарядник. Mana tuxumchani bu safar chiroyli rang varianti. Bundan ham, o'qidan ham ancha zakaz tushgan edi. Sanamasana kelyapti. Mana shunday tuxumchasi bilan qo'shib qo'yib qo'yganingizda ishlataverasiz. Keyin projektor qilib ishlataman deganingizda mana buni ochasiz. Sifati zo'r. Yuradigan bilan yuvinadigan ikki xil rangdan katta variantda. Platinka. Bu ham lampa. Bular hammasini keyin qator ishlatib ko'ramiz. To'xtatib egalariga jo'natishdan oldin. Chunki keyin qo'shnichilik bo'lmasligini oldin olish maqsadida. Mana kitobi. Ichida mana yana rangli tuxum. Bu ham lampa ham qonunga qadar ishlatsa bo'ladi. Mana ishlatishini ishlatib ko'rsatib beradi. Olsun. Menimcha o'tgan shekilli. Korobkasi pressda qo'ygan paytida yenchiladi. 21 razmer. Klient zakazi bu. Sifatini ko'rsangiz bo'ladi. Sifati zo'r. Bu holatda egasiga jo'natamiz. Двойка. Двойка. Sizlarga ham yangi kiyim hidi yoqadimi? Kachtasini ko'rsangiz bo'ladi. Sifati zo'r. Hech qayerda hech qanday muammosi yo'q. Buni bittasi. Uzun. Yerga turadi. Uzun tutamıyor yakında. Bu yan. O'sha tuxumchali lampa. Kitobchasi. Himoya qilgan. Pulti. Tuxumchasini o'zi mana bunday olinadi. Boya ko'rsatganimda. Keyin USB'si. Поставкasi. Hamma narsasi bu. Тройка. Клиент заказывает. На. Жакеты. И двойка. Да, жакеты. Boya qiladigan bo'lsam, kamerani o'chirib qo'ydim. Mana bunda 3 dona. 3 dona ichi qalin. Keyin usti. 1,5 yosh bolaga bo'ladi. Razmer. Kitobchasi uchib chiqdi. Ha, ichida pulti, kabeli, paspортasi. Mana o'zi. To'g'ri, qo'yib ketdi. Buni hammasini ishlatib ko'rib, keyin egalariga yuboramiz.
Mana bu troykani egasiniki bu ham. Chiroyli look qilib olgandilar etikcha. Bosh kiyim, oyoq kiyim. Juda yumshoq materiali. Mana bu ikkisi. Sifati zo'r. Yana lamba. Ha, ochamiz. Mana ichida pulta pastavkasi 100 mana o'zi. Mana shunday chiroyli rangli lampa. Bu oq bo'ladimi, rangli bo'ladimi? Har hammasi bir xil ishlaydi. Просто ko'rinishi qattiq o'ynaydi aka. Kimgadir oppoq yoqyapti, kimgadir bo'lsa ranglisi. Uyat demanglar. Menga ish qilayotganim yo'q. Men просто распаковщик klientlarning zakazlarini ko'rsataman. Sifatlarini. Kelganlar oxirgi zakazim krossovka. Bundan klientga zakaz qilgandim, oldingi videolarda qo'yganman. O'shandan ko'ra buni zakaz qilishni yoqtirib qolib, mana razmerlari 37, sifati zo'r. Mana bunda yana bittasi. Mana shunday krossovkalar har xil turi bor. Xohlasangiz kursga yozilib o'rganishingiz mumkin, zakaz qilishingiz. Xohlasangiz o'zingiz zakaz qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz kursga yozilsangiz bo'ladi. Turli narsalarni zakaz qilishni o'rgataman. Hammaga rahmat.